Bu yarım asırdan köprek Suriye halkını kan yığılatkan rejim şu ahırkı 12 günden içinde vayron boldu endi. 14 yıllık urushdan keyin. Ama siz umumiy jihatda qarg'a vaqtingizda hattoki ahirgi şu yaqinqi yillarda hatta Basharni qaytadan bir uninki hokimiyatini bir turg'izish uchun atrofdagi davlatlar uni bir ko'rishish har xil nimaga chaqirayotgan bir paytda tuyuqsizlan bu Suriye muhalif şu qo'zg'olonchilarniki şu 27 noyabrda başlagan urush bilan 8 dekabrda tamamen ahırlaştırıp Damashqni elib hokimiyat beshiga o'tdi. Bunchalik qisqa vaqtida shunday bir g'alabaga erishishini, umumiy jihatdan ham bu Bashar hokimiyatiningki Suriyadagi vaziyatini va vayron bo'lish bosqichiga elib borgan nuqtalarni bir analiz qilgan vaqtingizda qanday bir analiz qilasiz? Bu hokimiyatning yiqilishi siz bo'lgan bilan aslida buningki tayyorlig'i bor. Yani bu Esad ailesi Suriye'ni boshqarib kelgandan beri bu hokimiyatga qarshi chiqayotgan qilqil gruplar var. Yani bunun içinde Sunni Araplar var. Ondan keyin bu Alevi degan gruplar var. Bu bo'lsa ham hokimiyatni qo'llaydigan bir grup. Bundan başka bu biraz dindar taraflar var. Ondan keyin başka bu Ermeni degan cemiyet var. Bular Hristiyan. Ondan başka Yezdi degan topluluklar, gruplar var. Bular hemisi Esad'nınki hakimiyetiga karşı bir memnuniyetsizlik var. Şununla uzun yıldan beri bu memnuniyetsiz devam kılıvadıdı. Eğer de bu hakimiyet bunu bilip kalgan takdirde ki istihbarat teşkilatı bu işini kılıdı. Bu nurgun adamlarını türmüge taşlap bazılarını kıynap öldürgen ahvallanma var. Yani Hafız Esad ile dadısıyla birlikte bir katı kolluk siyasetini eneni bir siyasete aylandırıyor. Şununla bu yakınki 10 yılda yani 2011'de oturup çıkan meseleler yani namaçla hakimiyete karşı bozulgan bir ahval var. Şu vaxtda Türkiye şunu degandi, yani şu karşı çıkan gruplar, halk, fuqara, her xil dinde, her xil milletten bo'lganlar hemmini işçiga algan bir saylam ötküzeyli. Bu saylamda kim tutup çıksa şu başkursun hakimiyetinde. Ama Esad ailesi bununla pek hoş görmedi. Şununla Türkiye bile bo'lgan munosabatlar şu vaqtida yirikleşti. Aslında bugünkü şu kinki 200 yıllık insanlıkның tarihi qaraydigan bo'lsak, bazı cemiyet karakterlik, şunday dini karakterlik, etnik karakterlik meseleler bo'lgan vaqtida en kan tökülgen bir uslup saylam. Yani saylamda kim çıksa şu başkursundu. Ama saylamla zıç münasebeti bo'lgan yana bir mesele var. Bu bo'lsa asas kanun. Eğer de bu asas kanun halkınınki menfaatine emas, hakimiyeti kim bo'lsa, onun menfaatini qo'g'daydigan bir asas kanun bo'lib qolgan taqdirda bu saylamninki bir ma'nosi yo'q. Şunun 2011'den bugüngacha Suriye'de nurgun gruplar bo'ldi. Nurgun gruplarma öz aldığı bazı asas kanunlarını çıkarışga tirishdi. Bu hem Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ramkısıda hem de bu Astana baskuşlarda bu kıpaktı ama bunun çıkargan asas kanununu o kubul kılgan, onun çıkarganını bu kubul kılgan. Şununla hem Suriye'deki her xil milletlerine işçiga algan bunda bir asas kanununu hazırgıca çıkaramadı. Şununla bu hazırki çıkan vakanın ki arka görünüşte yani Suriye'nin yani konu Suriye hakimiyetinin ki bu asas kanun halkının menfaatini qo'g'damagan bir ahval var. Şununla bu hakimiyetini yıktiş, yalvuzla bu Sunni
Araplarning Araplarning emas, yani başka Suriye'de yaşayotgan dini veya ki bu etnik gruplarning kimi talebi. Şununla bu kuchlar asta birleşken bo'ldi, birleşmegen bo'lsa-mu, yani Esadni qo'llamagan bu hozirgi biz ko'rayotgan 30 necha tashkilotdan tashkil topgan kuchni qabul qilgan bir ahvol bor. Yani chetdan qaraydigan bo'lsak, bu İsrailninki Hamas bilan bo'lgan bu urush jidalning arkasından bu Hizbullah'a karşı bir jangni ichishi ve İsrail bilan İran arasındaki bir janglarninki bo'lishi, shundaqla Rusya Ukrayna nima urushida petib qilishi, bu Suriyani qo'g'daydigan İran, Hizbullah ve shundaqla Rusya'ma aciz qolgan bir ahvol bo'lib qoldi. Bu tashqi muhit deyli. Xo'sh. Yani tashqi sebep. Tashqi sebep ile ben degan ichki sebep, bular hammasi o'xshash vaqtda, o'xshash zaminda birga bo'lib qolg'achqa bu hokimiyat chaqanla yiqilgan bo'ldi. Xo'sh. Hakikaten deganimizdek şu bo'libmi shu Şamni 8 dekabr kuni echib shu Saydnaya türbesini ochgandan keyin o turmadagi vahshiyliklar axborotga chiqqandan keyin insonlar qaytadan cho'chigan bo'ldi. Bunda bir o'z xalqiga hamda bu darajada vahshiy nurg'un Uyg'urlar o'ylamay qolmadimi shada. Aytgan bizning vatanimiz mustaqillik erishganda Xitoy tajovuzchilarininki abdi bashirisi qanchalik echilib ketadi hamda. Bu darajada hamda vahshiylik ham inson tasavvur qilg'usiz darajadagi qiyin qistaklar o'z xalqini shuncha yillardan buyon bostirib kelayotgan bir rejim oxirida zolimlarning har qandaqining oqibatining mush shaklda fojialik shaklda vayron bo'lganligini nurg'un xalqlarning yangidan bir xil umid paydo qilgan bo'ldi hamda bu.